Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa navbatdagi o'sha trenddagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib zakaz bo'yicha o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'da kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, albatta zakaz qilishganda, xudo xohlasa joylariga chiroyli qilib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar. Darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi, chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz ikkilik listda yasalgan ruchnoy rabota, bir qavatlik polni 100% qalin metallda tayyorlangan darvoza. Razmeri darvozamizning eniga 450, bo'yiga 350 razmerda bo'ldi. Asosiy stoyka qismlari 10 gollik profilda 3lik stenali profil, qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1.7lik, listi pilisovoylik 2lik list bo'lgan. Kraskasi mokriy asfalt svetda, albatta quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz albatta hozirgi kunda juda ko'p bir yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan fasondagi darvozalarimizdan biri. Kraskasi matviy holatda bo'lib, shu to'q mokriy asfalt svetda sepildi. O'zlaring ko'rib mana baho berishlaring mumkin. Juda ham bir ideal holatda chiqdi darvozamiz. Kvadrat metri darvozamizni dastavka ustanovkasi ichida 950 ming so'mdan tayyorlab berdik. Rezinkalargacha qo'yib, mana aziz yurtdoshlar, zuber zamoklarni qo'yib, ruchkalarini qo'yib, yanada bir fasonga nerjavikalarni yopishtirib chiroyli qilib ishlab berganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.